Do'stlar, hammaga salom. Sizlar Milner Brand kanalidarsizlar. Bugun bir boshqacha video bo'ladi. Bugun talablarga ko'ra eng arzon butsidan eng qimmatigacha boramiz. Misol uchun 100 ming, 500 ming, 1 million, 2 million qilib etap butsilarni ko'rsatib o'tib ketaman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Video nerealni qiziq bo'lishi kerak. Men o'ylashim bo'yicha sizlarga ham bu juda qiziq, eng qimmat butsi nech pul bo'lishi. Shuning uchun hozirroq kommentariyada yozib ketinglar va обязательно obuna bo'linglar. Chunki biz oyda oxirigacha 10 mingta bo'lishimiz kerak. 10 mingta bo'lsa, nerealni video sizlarni kutib turibdi. Birinchi lokatsiyani men juda ham ko'p o'ylagan holda Yangioboddan boshladim. Ya'ni Tizikovka ham deyshar ekan. Bu yoqda menimcha eng arzon butsi mashitda bo'lsa kerak. Buni hozir bilib olamiz. Bolalar, biz mana Yangiobod bozoriga ham yetib keldik. Hozir bu yoqda eng arzon butsini qidiramiz. Bolalar, hozir bozorda polностью aylanib va eng arzon butsini topdik. Mesida yoshlikda eslaganlar bormi? Mana shunaqa fizradan nereallik ketardi. Xo'p, buni har xil ranglari bo'lardi. Bilsanglar agar mana bunaqa nizuna sifati ham bor ekan, ko'ki, sarig'i bor, mana shunaqasi bor. Men qizildan kiyardim, sport deb yozib qo'yardim. Buni narxi 70 ming ekan. Aka bu bozordagi qidirib topgan eng arzon butsiyim. Boshlanishi yomon emas. Endi ko'ramiz. Keyingi lokatsiyalarda butsi nech pulgacha boradi. Do'stlar, bizda birinchi arzon butsi bu 70 mingdan boshlandi. Endi stavka oshib ketaveradi. Ya'ni keyingi lokatsiyada уже 200 ming, может 500 ming, 1 million shunaqa bo'lib hokazolar bo'lib ketaveradi. Yomon emas. Unda keyingi lokatsiyaga go. Bolalar, bizda ikkinchi lokatsiya bu Milner Brand. Hozir ko'ramiz butsilar nech pulligini. Plus minus bu yoqdagi lekin narxlarni bilaman. Qani ketdi. Bu yoqdagi eng arzon va eng qimmat butsini ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, eng arzon butsi bu mana bunaqa Adidaslar. Buning narxi mana 150 ming so'm. Buni har xil rasvetkasi bor. Mana bunaqa salatovisi bor, qorasi bor, ko'ki bor. Bolalar, bu 150 mingga men o'ylashim bo'yicha stoyushchi butsi, chunki kачествоsi ham normalniy. Bu haftada bir marta o'ynaydigan чисто любительlar uchun ideal variant bo'ladi. Mana shuni kelinglar, mana shuni bosinglar 150 mingga. Sizlarga 1 yilga menimcha bemalol yetib bersa kerak. Agar haftada bir martagina o'ynasanglar. Da. Bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi. Mana do'kon assortiment juda ham ko'p, butsilar juda ko'p, har xil byudjetga bor, sarakonoshka bor, futzalka bor. Xullas, futbolga nima kerak bo'lsa, bemalol topasizlar. Hozir endi bu yoqdagi eng qimmat butsini ko'rsataman, ya'ni 500 ming so'mlik butsini ko'rsataman. Bu degani salkam 1,5 million. Bolalar, ana shu 1,5 million so'mlik butsi mana. Milnerdagi eng qimmat butsi bu mana shu предпоследний Phantom. Buning narxi 500 ming so'm. Bu butsi уже полуprof, даже profga ham tortadi. Haftada bir marta o'ynasanglar, bu butsini olmaganinglar ma'qul. Chunki bu butsini olgandan keyin haftada kamida 5 marta futbol o'ynash kerak. Atak любитель bo'lsangiz, haftada bir marta o'ynasangiz, lучше bu butsi не стоит. Men o'ylashim bo'yicha ortiqroqdan olib turib bosib o'rganingiz ma'qul. Bolalar, ko'ryapsizlar, Milnerdagi eng arzon butsi 150 dan boshlanib 500 gacha. O'shandan o'rtasida, misol uchun 200 ga ham bor, 300 ga ham bor, 400 mingga ham bor va hokazolar. Xo'p, bolalar, 500 ming so'mlik butsini ko'rdik, ya'ni 1,5 million so'mlik butsini ko'rdik. Keyingi butsi esa 1 million so'mlik bo'ladi. Ha, borgan sari oshib ketyapti narxlar va oxirgi lokatsiyadagi oxirgi butsi narxi qancha bo'ladi? Buni ham hozirroq kommentariyada yozib ketinglar. Bunday bo'lsa, biz keyingi lokatsiyaga go. Bolalar, 3-lokatsiya bizda City Mall va mana shu yerda biz 1 millionlik butsini hozir qidirib topamiz. Может, undan da qimmat bo'lar, может 2 million bo'lar, buni bilmadim. Videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, обязательно like bosinglar va obuna bo'linglar. O'rtoqlar, biz City Mall ichida syomka qila olmadik, ba'zi bir sabablarga ko'ra, shuning uchun keyingi lokatsiyaga go. Bolalar, biz nihoyat eng qimmat butsilar magazinga keldik-da. Men ko'rib turgan hamma orqamdagi butsilar bu hammasi original butsi, ya'ni 100% professional kiyadigan original butsi. Ya'ni ikki xil original butsi bor, bittasi любительlar uchun, bittasi professionallar uchun. Ya'ni mana shu butsilarni prof darajadagi futbolchilar kiyadi. Endi narxi, xo'p, narxiga aytishimdan oldin bu yerda ko'ryapsizlar, assortiment juda ko'p. Pumadan boshlab hamma modellar bor, даже retro ham bor.
Men o'ylaganimdan sal qimmatroq summa bo'ldi. Chunki biz 70 mingdan boshlagandik. Bir necha sekundlardan keyin eng qimmatini bilib olasizlar. Undan oldin men bu yoqdagi eng arzon original butsini ko'rsatmoqchiman. Bu mana shu Puma ekan. Bu $90. Bu ham retro уже model, adashmasam 2 yillik model. Xo'p. Undan tashqari ketgan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda jahon chempionatida o'ynalayotgan mana bunaqa Rozvoy butsi ham bor. F50lar bu adashmasam 250 mi, 270 mi shunaqa. Mana bunaqa F50lar bor, mana bunaqa Rozvoy Mercurial bor. Bu ham adashmasam 250 shunaqa edi. Xullas 90 dan boshlanib ketadi. 150, 250 и hokazo. Va eng qimmat, ya'ni bu rolikdagi eng qimmat videoni ko'rsatish payti keldi. Bu mana. Mana shu retro butsi bugungi videomizdagi eng qimmat butsiga aylandi. Buni narxi esa $400. Agar so'mga chaqadigan bo'lsak, 4.800.000 so'mda. Men o'yladim, примерно maksimum 4 milliongacha boramiz deb o'yladim. No, 4.800.000 lik butsigacha bordik. Bu shunchaki wow. Hamma joyda 70.000 so'mdan 4.800.000 gacha butsi bo'ldi. Просто dahshat, da. Просто dahshat. Bu yoqda xo'p $300 ga ham bor, 350 ga ham bor. Eng qimmati bu mana shu butsi ekan. Bu $400. Bolalar, mana ko'rdinglar, bugungi video butsilar haqida edi. Ozgina ma'lumot oldinglar, butsi haqida tushuncha oldinglar, ozgina informatsiya bo'ldi. Men o'ylashim bo'yicha bu video sizlarga juda ham yoqadi va foydali bo'ldi deb o'ylayman. Chunki 70.000 so'mdan 4.800.000 gacha biz bordik. Juda ko'p butsilarni ko'rdinglar, original butsilarni ko'rdinglar, yangi model, oxirgi model butsilarni ko'rdinglar. Xo'p, do'stlar, shu video yoqqan bo'lsa, maksimal aktiv ko'rsatinglar, like bosinglar, kommentariyada yozib ketinglar, sizlarni butsilar nech pul yoki nech pulgacha butsilar olgan bo'lardinglar, qaysi model ko'proq yoqdi sizlarga. И обязательно obuna bo'linglar. Biz mana shu oyda oxirigacha 10 mingta bo'lishimiz kerak. 10 mingta bo'lishimiz bilan nerealniy narsalar sizlarni kutib turibdi. Shuning uchun obuna bo'linglar, like bosinglar va keyingi videorolikda ko'rishguncha